Yo'q, siz bir ish esimga qoldi. Nima ish? Tamam. Siz Nigarda bir so'm to'lamsiz. Nima deb buni so'raysiz? Ha? Kim u? Yo'q, boshqa ishim yo'q. Undaq so'rab baqdim. Bir ish olmaganmi? Yo'q. Aytgansan mijozim yo'qda, ishonsal bearam bo'lib qoldi. Doktorga boramdiq ya. Doktorgami bormaylik, kinoxonaga bormaylik. Va momamni qishab berib kelaychi. Va mama, u kim bo'lib ketdimi? Tog'an siz tanishtirib qo'yma. Bilib berma. Okay. Siz xo'sh yo'lg'anli ish bo'lsa, nima ish qilsam rozi? Ketdik. Ma'qul. Men bugun ko'l shirkatga keldim. Shakldan bir mehmon bor. Ko'rishib bo'lgandan keyin sizlar o'zim aloqalashma. Ma'qul. Men o'zim telefon qo'ray. Bo'ldi, xo'sh. Şuna. Bildim. Bu yanın hammasi seniki. Lekin toza ishini bo'lolmadimi? Gap so'zim diqqat qil. Sen degan bugun mehmon. Endi sen bo'ladi deyapti. Sen meni xato boshlab kirib qo'ydingmi nima? Men Vali boyning o'g'li Subiy apandi bilan ko'rishga keldim. Qo'l ostingdagilarga yaxshiroq tarbiya qilib qo'ysam o'g'lik. Kichikkinam bir yana ichib olsam, seni xato to'nib qolibdi. Sen o'zingni oldidagi bu odamning kimligini texnicha bilamayapsan-da. Bilma, burun xizmatdashim. Men bu oldimgi odamni yaxshi bir tushuntirib qo'yay. Bu yoq bo'lsa, sen izlab kelgan Subiy Vali dal o'sha shu. Sen bilan suvxonaga kirib paranlashamdoq yoki nishadli qilishni to'xtamsan. Kura. Ha, ya. O'xshamaslik qilibdi. Men Vali apandining o'g'li Subiy bilan ko'rishga kelgan. Sizlar amsa ishlarni qilaveringlar. Sizlarga daxl qilmay satibdi. Hammaga Oldingi bu odam dal Vali guruhining o'zbosari bo'lgan Subiy. Sen ras Gap so'zimga diqqat qil. ya siz ras Subiy bo'lamsiz. Tashqi lo'g'on bo'lsam seni adibam beraman deyapti. Lekin hozir o'xshamaydi. Men nimaga izlab kelganman? Shu Vali apandim tartiq shirkatiga sheriklashmoqchi bo'ldi ekan. Shu Mayzon meni bu yerga avatgan. Bitta odam bilan ular tanishdi ekan-da. Shuni. Men meni haydab o'tgan shirkatga men mablag' solaman degan gapga. Sen berib Mayzonga yetkazib qo'y. Men mablag' solsam bo'ladi. Lekin birinchi shart seni tashqindan haydatish kerak. Yaxshi be. Men xato. Subiy aka, men xato qilibman. Men Mayzongaday sizni yondirib kelsin. Hamma buningdagi ish parga ko'zimdan qirnimni solmayman. Men va'da beray. Bu faqatli bir uqishmas qolibdi. Qo'rqib gap noz qilib azlab berib mana deganimni qil. Yo'qmi? Bir yatışxonasida yo'qmi? Yo'q. Nima siz bu yerda o'tiribsiz bu? Kayfiyatingiz yaxshi emas.
Xizmat fursatini kelmayapsiz. Ben işten bo'shatildim dedi. Kim sizni ishdan bo'shatdi? Riyad bo'shatyapti. Riyad? Ben onu görüşüp çıkayım. Lekin u rostli yo'q dedilar. Shunga men sizni ishga saqlab o'tirgandim. Sizni hech kim ishdan boshqa o'tolmaydi sana. O'zingiz tirishchan. Ailangizga qiyinchilik bor. Ben ishxonasiga kirib chiqay. Rahmatlidir. Men siz chiqib chaydamlab qo'yay. Erkeknin halini pes kılma hayat, her kadem yolunu tez kılma hayat. Gözleriden emes, yürekten yığlar. Gözleriden emes, yürekten yığlar. Namertke dost kılın, has kılma hayat. Namertke dost kılın, has kılma hayat. Yolini kan kılgın, niyetiga xos, yegona qo'ymag'in bag'ringga ching bos. Osonlikni bergin sana iltimos, osonlikni bergin sana iltimos. Ravan kıl işlerini tez kılma hayat. Ravan kıl işlerini tez kılma hayat. Şirinlikке tulsun sürgen hiyaling, yaxshilar qalbiga yaralsın joying. Şirinlikке tulsun sürgen hiyaling, yaxshilar qalbiga yaralsın joying.
itoatlik bulsun Cüpti ayali itoatlik bulsun Cüpti ayali Söygüde kadrini Xas qilma hayat Söygüde kadrini Xas qilma hayat Söygüde kadrini Xas qilma hayat Ahir o'shangiz keldingiz. Bu qaye? Azab tashla saray. Azab tashla saray degan qaye? Meni kivoga kimim qarab faqat bilamadingizmi? Rostga qilsam bag'u sizdek bunda odam bezor qiladigan bemorni bekli zerikdim jumon. Meni bu yerga kim keldinim deb meni ulvog'il qo'ymaysizlar. Sizning bu yerga kimning kelganligi muhim emas. Muhim bag'u sizning nədiligingiz. Siz aş birdenli keyfiyatdan keyinlik kirib ölmoqchi bo'ldingizmi? Men bu yerga kim keldi dedim. Qarang, ölmoqchi bo'lib yetibsiz bu yerda. Alnınız xarab, bağrınız qavab. Ben sizga deb qo'yay, siz bu yerda yetaversiz. Ucu qarang o'zining o'yin o'ynab yuraverdi. Eng oxirida pushaymon qilgan yana o'zingiz bo'lib qolsiz. Men chiqirib ketdim. Sizdek bemorni tunji qitim ko'rishim bo'lgan bo'lsa, ben sizning gapingizni olib sizni chiqirib etdim. Lekin chu qarang, bu mening 100-chi qitim sizdek bemorni ko'rishim. Bunda ishni qilib keyinda pushaymon qilganimning hammasi yana o'zi bo'lib qoladi. Bu qaysi doktorxona? Ko'mdingizmi? El sog'lom doktorxonasi, jiddiy bo'lim. Sizni-chu oran test qutqizib oldim. Endi-chu qarang, armongiz yaxshi elib, ma doktorxonadan tezroq chiqadiganlashni qiling. Sübi, öyliklerle görüştüğüm yan 1,5 saatlik vaqtla gap zaval berib, özümüzni biroz qurib tuzashtirib anikin baramdi. Siz gap qotman biroz bo'ldimi? Yo'q. Ma'qul. Hech yo'q, uyga bormoqchilik qilma. Men uyingizga majburiy berib olmagandimmi? Ne gapni qildi ekansiz bari? Qalamga gap qilma. Men sizni uyga o'zamabmadim. Garchi burun masjilikda bu gaplar siz degan bo'lishi mumkin. Ammo siz men qilgan yaxshiligingizni menga unutib qolmayman. Biroq boshqalar sababli bir ko'ngilsizlik bo'lib qoladimi deb o'ylab qoldim. Siz bu gapni qilib qoldingizmi? Ya'ni kim sababli ko'ngilsizlik paydo bo'ldi? Balkim siz hozir Subini o'ylab kayfiyatingiz buzilayotgan bo'lishi mumkin. Subi? Siz Subini taniyapsiz? Yo'q. Tasodifiy uchrashib qolgan. Men u qizga qiziqib qolgandim. Kim bilsin u qizga men qiziqib qoldim. Asli bu yerda bunday ishlab ekanda. Birisi mening g'ururim bilan o'ynashyapti ipar. Meni oddiy, odatgacha yashaganman. Lekin menga yo'l qo'ymadida. Sizning kayfiyatingizni buzayotgan Subi. Hargiz men haq o'ynashayotgan g'ururingiz emas. Bo'ldi, biz uyga mayli. Gap qilmamsiz? Javob bermamsiz? Bo'ldi, men javob beray. Subi dal mening g'ururim. Ipar.
mayli nima ish bo'lishidan qat'iy nazar u ishlarning hammasi o'tmishga aylanib ketdi. Men sizni qadrlashga erishman. Sizni o'tmib qolay. Mening uydagilarning oldida yana yolg'onchi bo'lg'im yo'q. Men sizni hurmatlayman. Rahmat sizga. Biz allaqachon oxirgi tirnoq yo'qotadigan mashina chiqib oldik. yoki bo'lmasa siz ishxonani saqlab tursangiz Riyod kelgan sizga xabar qilayman lider. Bo'ldi. Siz kiyim almashtirib xizmatingizni qilavering. Rahmat lider. Aras. Hozir Riyoddan ishxonasini qulupni almashtirib o'taman. Bo'ldi lider. U kaslar minizdi so'ng. Bo'ldi. Voy tog'am, men yaxshimi qanday ahvolingiz? Qizim, bormisiz? Bor. Bek ko'rgimiz keldi qizim sizni. Voy menimi shu. Ajab sig'indiq bo'lam sizni. Voy menmi shu xizmat ishidan bek aldirashib ketib, shuni ko'rishmay qoldim. Mumkin deyinlarga olatdim. Bu mening do'stim Subi, biz bugun bu yerga ko'rishib kelgan. Bu mening Valid odam. Tanishib olsangiz-chi, bek chiqishtirsangiz foydasi. Bu Qunduz opa Valid odamning ayoli. Kipar qarg'an men sizlarni tushuntirishim kerak. Voy tushuntirmasiz bo'ldi. Biz mishat birdan o'tirib cho'nglarni saqlab tursak bo'ldi, shundaymi? O'tiring. Bu qarg'anda men sizga ba'zi gaplarni tushuntirishim kerak Kipar. Necha minut bilan o'tirsak bo'ldi? Buni bildim, lekin men sizga endi tushuntirib qo'yay. Voy nimanda qilgansiz? Birdan o'tirsak nima bo'pti? Hech qisi yo'q, cho'nglarni saqlab tursak shundaymi? Ma'qul. Apa yana sen tushundigina. Voy nima qilsiz? Hozir tunishtirib qo'ysam, sanlab yurasiz, Qunduz opamni. Kipar. Ben sizni bugun onam dadam bilan ko'rishtirmagan edim-ku. Shu? Saqlab turaylik dedim.